Necha o'g'ilni bir-biriga ko'rsatmay o'ynatadigan qizlar boshinoqi, amsa necha yosh bolani bir-biriga ko'rsatmay o'ynatadigan qiyri opashlarni anglaganmi? Hay dostlar, yaxshimisilar? Men sizlarning Dilo so'zlaydigan do'stlar Dilo. Bugun men sizlarga 55 yoshlik bir opashning 4 ani qo'lda o'ynatib o'tgan Dilosidan bir so'zlab beray. Mishada bir e'lon qilib qo'yay. Bugungi kirmam payz chiqdimi? Bugun yanam ashu Leichina Fendiyasini ishlatdim. Meni ishlatganim sirasi, lekin men yaqinda shu Shanyabayni ilib ishlatib bakmoqchi. Ashuna rangi texnik moskilamu menga deyman, lekin hammasining jo'sh halisi o'xshash yaxshijimi? Faqat ranglar o'xshamaydi. Endi sal qarra qizlar bo'lib qolsanglar, sirasini osonlab bo'ldi. Qaranglar, hozir meni mopi ichiqliqdan hozir mopini o'chirib yetib sizlarga ko'rsatib qo'yay shavgosni. Mana mopini 0 ga tushirib yotgan holda mushundajimi? Mau Fendiyaning jo'sh halisi yanam shunday yaxshi. Leichina Fendiyasi. Faqat endi sal mopini o'chirib yetib, men faling bilan ancha-muncha chiqib sal qayta javob qilma. Lekin qaranglar, jo'sh shavgos qanday ekan, yaxshimikan? Burunlarimning tuyiga qaranglar. Bizmikan? Cho'qim setinglarjimi? Bek yaxshi. Bo'ldi, endi yana oma qaltim qaytib kelay. Amsa tezdan ko'rishib sanqilib bugungi mazmunimizga kirib ketaylik. Bugungi Dilorimizdan bosh personaj bo'lsa, shu Dilo yuz bergan yili 55 yoshga kirgan Wang Shouron ismli bir ayol. Bu ayol Xilonjang o'lkasining Jamusi degan yerdan keldi. Bu ayol bir harbiy oilasida tug'ilgan kichikdan tortib, shu uyning iqtisodiy ahvoli xil yaxshi ekan. Lekin shu vaqtlardagi ma'lumotlarga tarixiy sabablar tufayli bu ayol oliy maktabda o'qimabdi. Shunda dadasining munosabati bilan shu yerdagi ma'lum bir doktorxonaga ishlagili kiribdi. Shundan bu ayol keyin to'y qilibdi, bir o'g'il tug'ibdi. Keyin turmushim shunda xotirjam o'tib yuribdi. Oxiri shu pensiyaga chiqadigan ishim yetib qoldi. Bu ayolning o'g'li endi oliy maktabdan bitirib bo'lgandan keyin shu Beijingda qilib qoldi. Ashada xizmatni qilibdi. Undan keyin to'y qilib balliq bo'lib, ashaga muqim bo'libdi bo'lsa. Shu endi bu vaqt kelgan chog'da bularning uyining bu holda Jungkookga endi 80% oiladan ish tushdi desek bo'ldi. Endi bu yoshga kirgan ayollar odatda ishkirlarda qanday desanglar, shu narsini bo'lsa narsini baqdi. Narsa bo'lmasa shu Gongchang o'ynaydi, Majang o'ynaydi degandek-ku, ashuna qishlan qildi. Endi ma ayolni juda bu opashlarga o'xshatmanglar. Bu ayol gerçi 55 yoshga kirgan bo'lsa-mu, lekin endi yosh vaqtida shunday chiroyli ekan-ku, kiyimi shunchasini shunday yaxshi saqlabdi, yuzini shunday bo'yon qilib ketdi. Endi 55 yoshga kirganda odatda qarasanglar 45 yoshda katta ko'rindigan. Shundan bu ayol shu yosh vaqtida, yangi xizmat chiqqan vaqtda nurg'un odam qo'g'ilishadi ekan-ku buni. Keyin to'y qilib bo'lgandan keyin muatta yana nurg'un odamlarga ancha savro qilib, chaqchaq qilib, ashuna qilib atrofidan ish qilib qo'g'ilishadigan odamlar uzilib boqmabdi ekan. Endi bu pensiyaga chiqqandan keyin jamiyat bilan aloqasi ozroq uzilib qoldi-ku. Shundan tuyuqsizlan bu ayolning atrofida chaqchaq qilib, tetiqsiz gaplarni qilib odamlar qolmabdi. Shundan bu ayol tuyuqsizlan bir xil egiz tog'dan tushib ketgandek bir xil lo'chadan bo'lib qolibdi-da, hech kim yo'q atrofida qo'g'ilishgan. Shundan tova men o'shda qirib ketdimmikin ajiba deb o'z-o'zidan gumonlanib, lekin shu qirig'iga tambagisi yo'q ekan-ku bu ayolning. Shu kunlardan birida bu ayolning bolasi Beijingdagi bolasi apa bizga Beijing kelib mau navranga qarab bergan bo'lsang deyotganda bu ayol ma'qul deb Beijingga bordi ekan. Ma eri deb pensiyaga chiqmadi, ayollar odatda erlardan boldir pensiyaga chiqadi. Shundan bu ayol Beijingga bordi ekan. Lekin bu kelini bilan bolasidan bir uyda turmaydi ekanda, bu ayol yaqin atrofdagi boshqa yerdan uy ijara ilib shu yerda turdi ekan. Sizlar yoshlarning turmushiga men nima qilib qolmay ishqanlar ayrim ko'nglim beray debchi. Endi bu bolalarmi buning bek xo'sh ekandan deb bir chatdan bolasini bek berib bir chatdan bularning uyda birga turmasa. Shu bilan lekin bu ayol ijaraga olgan uyda o'zi yolg'iz turmay, ash xilonjonliq bir lavshan o'zi bilan demaklik bir er bilan birga turdiga qarang to'ncha qilib buni hech kim bilmayotganda vaqtda. Shu bilan po'shkis turib bu ayol ashnomdan turibmi yana qanoat qilmay yana bir xil yosh bolalarga intildigan-ku bu ayol. Ashta kunlarning birida 2006-yil tuyuqsiz bu ayolga bir bola xato telefon qilib qolgan-ku. Shu bayda telefonni olsa, yosh bir bolaning ovozi, shunga o'y xato urib qatma u bu desa, bu ayol bu gapni chiqarib ashta paranchi, men xato urib qo'ygan odamga paranchi tushib ketdi boshqasi. Endi bu telefonni xato urib qo'ygan bolaning ismi Ching Linkanda Shaminda ishlaydi. Endi rasmiy xizmat emas, ancha-muncha uyda bu yerda dagon qilgan bog'i, shunda bo'lganda. Shu bilan bu ayol buning yosh bolaligini anglablam ovozdan shu vaqtlam ovozni qisib, yaxshimisiz, u bu deb kichik qizlarning ovozida chaqiribchi, o'zini nimda tanishtirib kelsanglar, men bu yil 24 yoshga kirdim. Shu Beijingdagi ma'lum bir oliy maktabda aspirantlik o'qiyman deb o'zining ismini Dongdong deydi. Shu bilan buni anglab u bol texim xo'shib ketmamdi. O mana men o'zimda dagon qilgan turib, men Beijingda o'qigan Yenjoshan qiz bilan paranchib qoldim deb qo'shilib, shunda ikkisi paranchib bilan muhabbat dengizi g'arq bo'lib ketdiga qaranglar. Shunda aralashib qolgandan keyin nurg'un qitim bu bol, siz shamin kelib meni izdisangiz o'mamdi deb debdi-da. Shu bilan bu xotin birda meni darsim oltirashdi deydiga, birdan tajribaxon ishim bor deydiga, ashta qilib keling so'rab ko'rishgil unmayotgan-ku. Albatta ko'rsam ish oshkorni qolmamdi. Shunda qilib oxirgi vaqtlarda ko'kyoda shpin paranchilgan ishlam botdi-ku. Shu bilan bu bol shpin paranchayli deb turibdi. Shu bilan bu ayol o'ylashib oxiri ma'qul deb qarang. Shu bilan bu kuni shpinda paranchibdi. U bol bu ayolning shu talarini ko'rib kuyib qolibdi qarang. Nima ish qilsanglar? Endi u vaqtlarda ko'kyoning dashpin qismi shanslar unchalar aniq emas-ku. Ondan keyin qo'pib bu ayol har qatam shpin paranchishdan burun vehchi qiynoq kirim qilganda rasmiy jingshin showmaydi deydi. Ondan keyin aslida bu ayol unda cho'ng opashlar o'xshash kiyim kiymetdi. Shunda yosh sifat ashuna kiyim kiyayotgan-ku, yasnab yurishlar. Shu har qatam shpin urishdan burun chiliq
qada girim qilib, ya'ni masalan adat ishbin paranlasak biz bunda qilib o'zimizdan chiroyli chiqadigan javdosini chiqarib paranlashimizga naq ashdan o'xshash qilibdi. Shu bu bal kuyib qolibdi texmo. Shu bilan texmo voy deb buni bilan muhabbatlashib ko'rishayli desa, olmaydi. Oshta qilib bular ko'rishmay turib, ko'kyoda 4 yil muhabbatlashib o'ylab yig'an 4 yil. Endi bu 4 yil jarayonida bu xotin to'rda yana bir yosh bola bilan tanishib qolibdi qarang. Mana bilan qanday bo'ldi? O'zining eri bir, abilla tug'an er 2, ma o shaminlik yosh bola 3, ma 4-inchisi bilan 4 shunaqa 4 bolani o'ynatdi hozir 4 erni. Shu bu 4-inchisi Jiangshilik bo'lganda bu bir yilga remote mashina remote qilgan yerda remotechilik qilgan bo'lgan. Shunda bu bolani ash o'xshash men ash Beijingda Yanjiushanlik o'qigan bir qiz bola 24 yoshlik deb aldaydigan ashta deb paranglashgan. Bu bolmi bu xotin shunda ko'y qalga qarang. Ikkisi degan paranglashib ash jinim deyishib ash taqib ketganda, lekin bu bolmi ko'rishayli ya bo'lmasa u bu ashunda desa bu xotin yana unmay turib olgancha. Shunda qilib bu ikki bola bilan shunda uzoq vaqt paranglashib, ashta muhabbatlashib to'rda, lekin qat'iy ko'rishmaganki bu ikki yilsini ochiq kelgancha oxiri chidab bo'lmagan lekin bu xotin oxirchi bo'ldi. Endi ko'rishimsan bo'laman da. Oylik tilga o'xshaydi deb ko'rishniydi kelgan. Endi bu xotin nimishqa yurgini qapta qilib ular bilan ko'rishmoqchi bo'lgan desam, endi bu xotinning o'ylig'ini axaq degan bilamaydi, girimni qiyinroq qilsam farq etmaydi ular. Ovozimni sal qisibroq chiqarib bir ko'rishib kelmamdim deb o'ylayotganda, shundan boshda bu remote bol bilan keyindan tanishgan remote bol bilan ko'rishmoqchi bo'lganda bu xabarni bu balga degandikin, bu bol degan veshi xo'shib ketganda o'sha jidon bo'lib, voy mening muhabbatim kelgan bo'ldi, voy mening yanjushan muhabbatim kelgan bo'ldi deb apodadlarga deb men mushta bir qiz bilan aralashgan yanjushan o'qiydi. Voy endi men oxirgi ko'gil kelgan bo'ldi, apodada tayyorlik qilib qo'yinglar. Ikkimizni muhabbati shundoq vending mal kelsa, maqadim o'ngishliq paranglashib qolsak, ko'rishib qolsak, ikkimiz to'y qilmaymiz deganda bu apodadasim shunday xo'shib ketgan. Shundan bu xotin oxiri poyezdga o'tirib Jiangshiga beribdi. Shuna ikkalan mush Jiangshining poyezd stansiyasida ko'rishibdi. Bu remote bola u poyezd stansiyasida bu xotinni bir ko'rib plan hayron qopdi yashadi. Chunki bu shpinda paranglashayotgan chaqda shunda chiroyli, shunda yosh ko'rinyapti, lekin men oldi tug'an bu xotin endi kiyinishlari haqiqatan yosh qizdek kiyinyapti, lekin yuzi butun qo'rq. Endi unchalarcha qo'rqosmi bo'lmasa, endi 30 yoshli qizlardek emasda. Shu bu o'g'il ichida hayron qolib turib qolgan. Endi bu xotin tashlab qo'yib ketay desa, endi ikkisi shunda xushal qo'ran bu xotinmi buni ko'rdi, ko'rib kiyotdi yerdan. Bu bo'lsa nums qilibdi, tashlab qo'yib ketishdan. Shu ichida tur ketib, endi sal qir qiz o'xshaydi deb o'ylab qopchi, sal qirchira qiz o'xshaydi deb o'ziga tasalli beribdi bu bolamdi. Shunda yanlam xushal qo'ram ko'rishib bu xotin bilan tezlikmi o'bu deyishib bu xotinni uyga olib topadi ingan. Shunda uyga borganki, opadatis bu xotinni ko'rib hayron qolibdi qarang. Lekin endi uyada bir nima deysa, bu biyman uyada o'tirgan. Bir nima demaydi desa, endi bo'lsa uyada shunda xushal. Shu bu opadatismi qilmabdi. Shunda qilib bu xotin bularning uyda turib qolibdi. Apadasi bir yig'iz uyda yotadi ekan, bu o'g'li bilan bu xotinga bir yig'iz uyni hozirlab beribdi. Bu ikkisi tunjuk qilib turibdi degan gap qo'ydi. Lekin bu uyda turish jarayonida bu xotinning necha qoida yusildirib aka qarang. Cho'qim ashunga real qilmas bo'lmayotganda, masalan, men yuyinayotgan chaqda sen men uyning ichida bo'lsang bo'lmaydi. Cho'qim uydan chiqib ketib turishing kerak deyotganda bu xotin bir yuyinsa 2 soatda yuyingan. Ikkinchidan, men attigini qo'yib kirim qilayotgan chaqda sen men qarsang bo'lmaydi. Cho'qim beshig'ini yutgan ichiga cho'kirib yetishing kerak deydi. Uchinchidan, men uxlagan chaqda kimim sanmay uxlayman deb olganda shu bu xotinning bu gaplarga bu bol sal g'alati his qilgan, lekin yanam endi bu bolni kalvaymasa ichida nima deb o'ylab tursanlar, bu qiz menga yeshini rost demabdi-da, balkim undaq 28 yosh bo'lmay, balki shu 30 necha yoshli qiz o'xshaydi, menga yaqinga qilib, hamda sal qiyroq qizga, lekin shunda adimi bu bol shunda amraqanda, chunki bu xotinning ovozlari inchga shunda aytkilab voyjinim deb boshlab chiqqankin bu bolning ko'ngliga vij bu ketganda, yanam bu xotin qilib og'isi baki bu bolning. Shundan bu ikkisi qizga muhabbatlashib birga turayotgan kunlarning birida Shamindagi bosh aralashib yosh bo'lmabdi. Osh telefon qilganda, "Nimanda qilsa, bu qanchalik bo'ldi, ikki necha yil bo'ldi aralashayotgan, nimishqa men ko'ngil kelmaysa, ikkimiz ko'rishmamdik, nimishqa unmaysa, men seni olaman deb jugan desam, nimda qilsa" deganda, endi o'sha so'rab baqsam qarang. O'sha to'rda vanglan qilib muhabbatlashayotgan qiz o'g'illar, o'sha bir-birlarini ko'may turib, o'sha oladigan, tegadigan bo'lib kalonlarda ashta xiyol kirib bo'lamda sizlarga. Pinlancha yezib qo'yinglar, men qiziqib qoldim shunga. Shundan bu xotin bu gapni olgandan keyin to'xtab tura, "Mana bilan ko'rishibman, amsa onam bilan ko'rishish, ikkisiga odil bo'lmasam bo'lmaydi" deb Shaminga boradigan bo'lgan ko'rishkilik. Endi Shamindagi mobilning kallasi Jiangshidagi balnikidan azroq ishlab qo'yganda, shundan bu poyezd stansiyasida bir qarab bilan bu xotinning qirqo'tligini besqib qolgan-ku endi. Lekin bir nima deydi sayilqi oldinlar tug'adam udulunda tegilib bo'lmaydi-ku. Mushto qarab ko'zdi deganda, ko'zdi qarshi yuzlari qo'rq tug'an. Kiyinishlari haqiqatan qizg'onligidek kiyinishlari bu xotin maqitamosh qilin yuzmay surkab berib degan-ku. Shomda qarsa, ma cho'ng odamlar telefonlarni o'ynasa bizga yoshlarga o'xshash bosh savdo qilmaydi-ku. Shomda qarsa, xuddi qiyr odamlardek mushtaq besib turgan.
Şunu yana qarsam, ilk masalan yosh qizlar uya belarini ichib, meta kiyimdan kiydi. Bu xotin degan o'sha hammam yenggacha mushundaq chunkinib ish yerini ko'rsatmay shundaq kiyib olganda, shu bu balani ichiga jin tushdi ekan-ku. Bu xotin nima qilgandi bu qiz bola deb. Endi bu balmi boshda endi qiyir qizga bu deb o'ylab bo'pti-ku, kallasida yetib bo'pti. Shunda ay akram sizning kimligingizni ko'rib baqay aytgan-ku. Shu bu xotin qo'yib bu kimligim poyezd yurib ketgan men bu ban qilyaptim degan. Shu bu gapni anglab bu gumon qilgan, lekin amal yo'q-ku. Ilqi ikki shunday yaxshi paranglashib muhabbatlashib qilgandan keyin bir gap bor. Layla deb shu ikkisi yana birga turg'ili kirkitga yotoqlashchiga. Shundan boshqalar birga turib, bir necha kundan keyin bir kuni tuyuqsiz bu bal bu xotinning kirimni yuvayotgan oldini ko'r qalbga qarab. Shu buni ko'rib bu bal hayron qolganda shada, "O, mana sen yangi o'shamasa, sen yangi o'shani opskensa, mening mushtami oldamsa, men sen bilan to'y qilmay tavassam, sen opamdim yo'g'on tursa buni nima qilganing, sen bir qiyir xotin ekansan qo'l teganda shu yerda. Degan keyin bu ayolning vahshiy ochiq kelganda, birasi endi bu xotin buncha ig'riga qilib boqmabdi ekan-ku. Bu xotinni izchilab qilamiz, meni voy desam, işte chiroyli gaplarni qilib akiltib yursa deb o'ylaydi ekan-ku. Bu bol bunda qattiq gap qo'yadigan keyin bu xotinning vahshiy ochiq kelib, so'qishadi ekan-ku. Men unda emas, men shu 29 yosh deb turib oldi ekan-ku. Lekin ya buni isbotlab bergan kimligini ko'rsatmaydi. Ashta deblam turdi ekan. Shunga bu balani ochiq kelib, "To'g'am, oldisangmi, mushunchalar oldamsan, men necha yil vaqtimni sen isrof qilib, sen bilan muhabbatlashib to'y qilma deb jursam, sen qo'pib bir qiyir xotin chiqsang, mushunchalar oldamsan" deganda. Shunda bu ayolning ochiq kelib vaqraydi ekan. Bu Ashta qilib bu bal, bo'ldi men sen bilan oylik ketmay, bo'ldi og'zing jum deganda. Shun bu xotin qo'pib, "Nimishqa oylik ketdan ayrilmayman" deb turib ekan. Endi bu xotinning o'ylig'ini oylik ketish to'g'ri kelsa, oylik ketaylik degan gapni sen chiqarmaysan, men chiqarmay, chunki men hammasini mushtab jon qon qilib turma deb o'ylayotgan-ku bu xotin. Sendek odamning men bilan oylik ketma deydigan nim salaydi ba deb o'ylayotgan. Shun bu ikkisi degan so'qishilgan oxirida bu xotin ketidiga berdi. Bu xotin ketgan bilan qaranglar, ko'ngilda bir uch qilib qapti. Sen qo'y to'xtabdi. Sen men mushunchalar haqorat qildik bo'ldingmi? Sen to'xtabdi deb bu nima ish qilib ketsanglar, el Jamshidga remuchmat mayniq berib, uning qo'ydiga o'zini etib yig'layotganda, "Voy jinim, nima bo'ldingiz?" desa, "Voy jinim, qarang, meni shu uzun vaqtdan yoqqa savro qilib qo'g'lashayotgan bir odam bor deb bir bola. Shunda qo'g'lashib ketdim, men yo'q, men sizni yaxshi ko'rmayman desam, xeyli vaqt bo'lgan qo'g'lashayotgani, shu mening yaxshi ko'radigan odamim bor desam, mo ashunda maqchaq qilib savro qilib ketdi. Shu oxir bo'lmay, men yaqinda shu Jamshidlik muhabbatim bilan to'y qilgan bo'ldim" deb ashta desam, shu o'qib, "Agar sen to'y qilgansan, men seni berib o'tirayman, uni qilma, buni qilma" deb ashta deydi. "Baq qo'rqib ketparma, jinim, men sizga tegdigan bo'lsam, men sizga tekkim batdi. Meni shunda deb tahdid sifatida siz meni qutqizib bering, cho'qqim bu ishni hal qiling" deb ashta deydi. Shu bilan bu bal qo'pib, "Qanday yomon nimika, u qanday qapchirak nimika mening muhabbatimni bo'zaq qildigan. Voy jinim, men degan sizning erangiz bo'ldi odam desa, voy sizni cho'qim qo'g'daymi, danga bo'ldi, qanday qilamiz, qanday desangiz shunda qilma" deganda, shu bu xotin qo'pib, "Ikkimiz bilan Shamanga boramiz, berib shu men uni chaqirib, ikkimiz ko'rishib paranglashmaymiz uning bilan. Agar shu jarayonda menga uni buni deb meni urma deb tillab ashunda qilib ketib qolgan ahvol bo'lsa, siz yonimizdan chiqiblam, kislotani buning yuziga chechitdan deydiganda, shu kislota chechitdan deganni anglab bu bo'lsa, past qo'yib tushib qolganda, "Voy jinim, anchimda urib qilsak, mayli, u kislotani yuziga chechivsam, bu degan turma deyotadigan ish, unda qilmayli, boshqangiz qilaylik" deganda, shu bilan bu xotin qo'yib ochiq kelib so'qish ketgan bilan bilan nima ish qilman deganda qilmaysa, "Amsa men senga tegmayman, ishimiz oylik ketimiz" deb turib olganda, shu oxiri ikkisi deyishib bu bal amal yo'q ma'qul deydi. Shunda qilib o'shkaylan 2011-yil 5-oyning 21 kuni Shamanga kelibdi. Shun kelib 24-yilga kelgan chaqda bu xotin yilqi balni ikkimiz oylik ketishni aniq bir paranchi deylik deb chaqiribdi. Endi u Shamanlik balimi ikkimiz mush ishni bir oydonlashtirib, mush xotinni bir qutlaychi deb chiqibdi ko'rishga. Shu yo'lni bo'yida paranchibdi boshqasi. Shunda Mavil Rimut Jumabdi kislotadan bir bodgaga qochilib, shu ma tarafda o'tirib turibdi, ishlardan yinda. Bu ko'mabdi yilqi bal buni. Shunda yilqishkisiga yilqiyada voqirishib, so'qishib, ashta qilib ketgan. "Ha, mening muhabbatim voqirdan, so'qashdan" deblam, yendan chiqib kislotani yilqi Shamanlik balini yuziga chechib ketibdi qarang. Ashadlam u bal voy yuzim deblam yerga yiqibdi, ig'nab ketibdi. Shu mashkisi ashadlam badar qach ketibdi. Shu birdan o'tgan kun yo'ldan o'tgan kechgalar qarshi bir sayada ig'nab yotdi. Shu zaman 120 telefon qilganda, shuni doktorxonaga olib tekshirsa qaranglar, endi hayotiga xavf yetmabdi, lekin birinchidan chiroyi buzilib ketibdi biroqlar. Ikkinchidan ikkili ko'zi qarg'ib qolibdi. Shu bilan doktorxonaga saqchi telefon qilganda, kelib saqchi bu baldan so'rayga, qandaqroq odamda kim chashdi u bu desa, endi bir remochi balni bu bal tonimaydi shunda qo'l, bu balning chiroyiga qarab bo'lgan orliqda yilqini chechibdi bu yuziga shunda qo'l qat'iy tonimaydi. Shu faqat osh xotinlar taniydi. Shu ismi Palanchi deb yo'g'a ismini demamdi, shu 35 yoshlar atrofidagi bir xotin bo'lishi mumkin. Men o'zini 20 necha yosh degan, lekin qarsam 30 necha yoshlar atrofida o'xshaydi deydi. Shu bilan saqchilar shu 35 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan orliqlardagi xotinlarni shu tekshirayotgancha, yilqi ism bilan tekshirib topolmaydi, unda xotin chiqmaydi. Shunda bu saqchilar mayron qolganda, shunda bu balga kelib so'raygan, "Rostga qilgan, rost 35 yoshmi?" desa, bu bal, "Men uxmayman, bir qirchiray turdi, 30 yoshmi, 5 yoshmi, men uxmayman, men chunday qilmayman" deganda, shunda oxir saqchilar o'zlari endi 45 yoshdan 60 yoshgacha xotinlarni tekshirayotgan. Shu tekshirib,
tuyuqsiz mush xotin ko'ziga chiliqib qolganda keyin tekshirsa haqiqatan shu zamot bu xotin tutilgan qaranglar. Shunaqa qilib bir hafta o'tgandan keyin Arimut muvabbitini tutilganda, shu bu xotin tutilgandan keyin ondan keyin bu ikki yil muvabbiti o'zining shuncha vaqt aralashayotgan bu muvabbitni 20 necha yoshma emas, 30 necha yoshma emas, aksicha 55 yoshlarni shu vaqtda bilganda, bu ikkisi degan hayron has qoldi ekan. Shu ayol Arimut bo'lma, "Tova men mush xotinni deb shunday ishlarni qilib ketdimmi? Meni aldabdi bu go'y" deb shunday o'kinib ketganda, shu bu xotin saqlab so'roq qilsa, bu nima deydi desanglar, "Uy men qanday qonun qilib qopdimmi? Men ya ularni aldab aralashib ya ularning pulini olib olmasam, ya ularni aldab uxlab olmasam, hammamizning o'zimizning rozilik bilan bo'lgan ish bu. Men shu odatga unda qirqitlarga o'xshamayman. Men burundan işte yasni ko'rishni yaxshi ko'rardim, yog'och taqashni yaxshi ko'rardim, chiroyli kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'rardim. İşte bolalar bilan paranjishni yaxshi ko'rardim. Qonun qilibman, bu qilib emas. Hammamiz o'zimizning roziligi bilan bo'lgan ishlar. Men ya Qur'onga yetmagan bolalarni oldimisam, nini erlikchi qiz bolalar bilan o'rnashib oldi, shular bilan qaronlanmaydigina. Men ya bularning pulini aldabdimanmi ya? Men faqat bularning shu men voy deb kunda meni akiltib, meni işte xo'ni qilib turishini yaxshi ko'rman, shuni ham ko'zlayman, boshqa narsani ko'zlayman. Lekin agarda meni unda voy deb unda qilmayman, işte haqorat qilgan bo'lsa, amsi xafa bo'lsin, men shunda qilmayman, uch olmay bu haqda deydi. Shunda qilib bütün isbotlarni hamsi to'liq bo'lgandan keyin bu ish kelsa o'zining jinoyatini iqror qilibdi. Shunda sud bularga bu ayolga o'lim jazosi beribdi, biroq 2 yil kechiktirib ijro qilganda bu o'g'ilga muddatsiz qamoq jazosi beribdi. Shu bilan bugungi dialogimiz mishada xalashdi. Endi shunda qiri erlarmi yosh qizlar bilan aralashayotgan, to'y qilayotgan ahvollar jiqqu to'yinda jiqlarni ko'rdim men. Endi mushta cho'ngroq apashlarmi yosh bolalar bilan aralashib bo'lsa, mencha agar ikkisidan ko'ngil tatib qilib qolsa aralashsa bo'ldi. Unda hech qanday chatoq yo'q. Lekin tension holatda bo'lsanglar, uyinglar botirib unda kichiklarni aldab unda qilmanglar. Shunda aralashsanglar bo'ldi. Lekin men o'zimning chiroyi haqiqatni ko'rsatib, men yishim shunchalik deb rostga qilib turib, agar ko'ngillar haqiqatan yana tension shangday bo'lsanglar, ikkilanlar. Aralashsa bo'ldi deb qarayman men deb. Endi shu bugungi dialogga o'xshash, mustaq cho'ng apashlar tarafidan olinib ketgan yosh yigitlar bormi? Pinlochu yezib qo'yinglar. Amsa bugungi dialogimiz daxlashdi. Tenzangwan rushol qilishni unutib qolmanglar. Men oldi degan Li Qingfeng diyesini situation qilmanglar. Shunda paysandı. Xayr xo'sh.